Y2 bilan H4'ü S2 bilan H2'ga qaraganda probegi katta. 60 ming yurgan Gentrop qo'yganmiz. Nurli kolonkalarni moylari oqib ketgan. Sanlarni almashtirib boshqatdan yig'amiz. Ishodu korobka va motor podoshkalarini almashtirib beramiz. Chunki mashinada vibratsiya juda katta 60 ming probegda. Ro'ylarni qo'yib to'g'ri bo'ldik. Podoshkaga kelib keldi. Mana podoshkasi o'tirib bo'lgan. O'ziniki S2 bo'ladi, 60 ming edi. Bu 50 ming 60 ming o'zi anaqa berib boradi. Vibratsiya berib boradi. Y2sini qo'yamiz. Bir yog'iga Y2 tarafiga H4dan qo'yamiz. O'zida zavachga H2 bo'ladi. Uzoq muddat yuradi. Yaxshi bo'ladi, yumshoq bo'ladi. Vibratsiyalar bo'lmaydi, vibratsiyalar hammasi yoqiladi. Probegi bunda probegi ancha katta. Y2 bilan H4'ü S2 bilan H2ga qaraganda probegi katta.